Yalğan musabiqa o'rlashtirdi, saxta musabiqa o'rlashtirdi deb man to'xtab qola, eyin to'xtab qola desam, hammaning dilo boshqa qız kelib ketdi. Undasi ma filmning oxirigacha to'liq deyishlar bugun har jihatdan. Ash o'ttirili bahani qilib qo'yganga tushliq oxirigacha ko'rangizmi? Birinchidan, tantarbiya qonunining 113-moddasiga asosan ichki musobiqani kontrol qilib, joy o'tkazib qolsak, munosabatli organlar berib, jubo qilsanglar bo'ladi. Buning bizning chiqadigan jazoimiz birinchidan musobiqaga qatnashgan butun mayirlar umrvoyat musobiqa o'ynayolmaydi. İkinchidan, Voling Fona şirketi bizning Chamban Fona şirketimizning butun munosabatli rasmiyatlari amaldan qoldirildi. Mavo hamda eng nuqtaliq ejarlik yeri men deyaptim. 2 million yaqin mablag' saptimi, shu munosabatli korxonlar endi setilgan bilet to'lab 1 million 300 ming inib ketdi, 700 ming yaqin 600 ming ziyon chiqibdi. Men bir kesbaqli emas turib, ishimda demay, mush altimda ko'zimni yumiblam tavakkülga ishni qilma dedim, qilma og'zimdan chiqqanda turma deb qandalikin bo'lmasin 500 yilning ichida aslida bizga o'xshash birasaylar o'tkazib boqmagan musobaqani chiqib o'tkazibdimi? Bu gapni nima chiqarib qolaman desanglar, yilroq tushuntirib qo'yay. Mayada zarba bermoqchi o'g'lim, ash o'ttirilib gapni qilib qo'yayotganlar, yomonmish ulug' yerdan tushirgansizlar, tantarbiya, ro'yi, o'ta deb 20 ming bir bort musobaqasi yo bir marmar musobaqasi o'tkazib chiqib, endi bir baho bersanglar yoki tanqidlayotganlar. Men qilgan bir cho'ngroq ishtimjini qilib yutib qo'yinglar menga. Yo'g'aroq ishtimjiga tavakkul qilib, ya meni besib tushib, endi buni desanglar, men besilda o'rgansam bo'ldi, bir yetaklab qo'ysanglar. Shu mening abjorimni yetaklaydigan odam toz jiqamiz. Shunga xatolashib qolgan o'xshaymi? Yana muhim yerlarni yili xulos qilib beraman, ism kelganda deyvilayman, shaxsiy munosabatga kelsak, endi men yaqinqi mazgil ichida Ilzotdek, Bahramdek, ham shu tantarbiya sohasida ulug' to'hfisi va endi tonilgan menda do'stlar birodarlar bilan jiqroq yursam, endi nima ba'zilari ticaret yo'ldan nima qilib, onu buzib deb, onu xato yo'lga nima qilib, o'g'lilar aralashmay tantarbiyaning sopligini buzib deb bir gap so'zini qilib yuribdi. Ayna deganlardan bir so'rab baqsam, sizning nazaringizda sizlar ash ikkalandan aqlli o'xshaymamsizlar? Bu gapni anglasak ajab, xuddi ash ikkalan 3 yoshlik bo'lib qoladek, qo'yga o'xshash kim kelib yo'tlis ketaveradigan bola o'xshamamda va. Shu niyatimiz durust bo'lg'achqa, odamiyligimizni mas'ulmag'achqa, men o'g'lig bedel to'lab, o'g'lim menga bedel to'lab, biz o'zaro bisibisaylarni yo'lab, taqimi cho'ng nishonga maqsadga yetimiz deb birga qo'l tutishib, mengayotqachqa mengayotadi. O'g'li bir 5-10 ko'yni o'shiq hijlisi va deb agishib ketadigan, ya bir maqtab qo'ysa, puf deb qo'ysa, shunda o'xshaydi deb ezib ketadigan, sizning nazaringizda o'ylaganimda bir ushaq bola ya bir kichik bola emas. Bizse davlat komandasida men deb o'ynatadi. Yani bizse maççılış müşleş sahasida Çimadis Ilzat deb yaşatıdı. Aşınçılık neticini qo'lga keltirgan adam, sizlar tilpini tikdirib gap qilgan poqqa saqladek bir aqli yo'qmidi sho'lna? Nasihat qilib ketadikin. Iqtisoddan ziyon qildi. Onun javobini bermasak bo'lmaydi. Demak, biz boshqa sohada taxmi tirishib, buni joyiga ekanmasak bo'lmaydi. Abjorimizda bizga ishinib, og'zimiz qaylab turgan nurg'a odamlar bor, taq atoga ulu bilan dushmanlashib, sazoy olishib juramda, o'mi taq noma'lum. Demak, men odamda mush ishimda men o'zimning qiziqish uchun, qilib boqmagan ishning mush yo'lini echish uchun qandalikin bo'lmasin, ha desa deb beydimiz ko'rib qildik. Başlab oldik. Qanday bo'lsin, yaxshi boshlanish oldi. Buni ikkinchi qitimliq musobaqani tayyorligini boshlab bo'ldik. Buni bilan to'xtab qoldik. Shu musobaqani o'tkazish orqali biz nurg'un yoshlarimizga bir ishga puxta tayyorlikni qilib, tavakkul qilib, yuraklik bilan maqsad yetilmaydigan nishon mudda yo'q. Qilolmaydigan ish yo'q degan aktiv signalni yetkazayotimiz. Yosh o'smir tanarkatchilarga turmushda tirishib, men jafoga chidasam, ato'ga minash ilzatkamni ko'targanda ko'tirdikanman, ashta tonildikanman, pul topalayotganman, yo'l topalayotganman, to'p yartalayotganman, shon shuhrat akilalayotganman degan aktiv signalni taqdim. Tilimizni tushunishdigan sizlar biz shu xatnom jumlasini ko'chilashda dunyo Guinness rekordini yaratgan. Burun unda ko'chilash uchun azroq bedel ketdi. Hozir tilpini tiklab, jinchiroqda meni yo'rtib qo'yib, gaplam qilsak bo'ldigan ya kelgandikan. Bu taxmi asalleşip ketipti. Endi men nurg'un do'stlarimiz nima sho'g'in uqmaylam, shu delta bir qo'ylab ayliq ansini topolmay cho'glab yuradigan. Chim yetlish yo'q ketadigan. Birasaylan chiqib maash manda ishda, manda kesil deb qo'y yollaydigan. Biz chiqib sökib, bu jatda to'g'ridinglar jakin deydigan. Manda o'zaldinglik maydoning bo'lsin. Tefekkür qilish iqtidoringlar bo'lsin. Bakadim bir munch ajr qilib, buni nurg'un ziyon tortib, ayg'ida nurg'un bedelni to'lab mengavatsak, endi bu Meyli pul deganni tepag'il oldu, manda ahmiyetli faoliyatdan jini yangi yo'ldan jini boshlab oldik. Anim bo'lsa, bu shaxsiy manfaatlar emas, hammamizga foydali ish mavo deb o'zimizdan tasalli tep bassak, puldan ziyon tortinglar bizga. Ma aqli qisqa odamlarning o g'alati gap so'zlarini anglang bizga. Yomon ish qilib charishtirib do'stlar, unima deymiz, bunima deymiz. Tantarbiyachi, cho'qim tantarbiyachilar ag'in ulash kerak. Saqchi cho'qim saqchi bilan, doktor cho'qim doktor bilan yuriylar.
Bizning aralig'imizdagi do'stlik, mehr-muhabbatimiz bizning kasbimiz orqali belgilandi. Shundami? Bak tijoratchilarni so'kib ketibsizlar, to'g'ri. Yaqinqi necha yil ichida iqtisod chingib ketgachga bu tijoratning nurg'un qoidalari o'zgarib, odamni ishongisiz, odamning ko'nglini og'ritib qo'ydigan odamlar ishlar nurg'un chiqdi. Uni to'g'ri tushunamiz, lekin odamga qarata baho beringlar. Bu bak ulug' kasb. Şu Salvador'ni qurgan şu Nijat Valiyoq akamizdek shunda tijoratchilar bo'lmasa, Pesilga o'xshash mishta korxona bo'lmasa, Qasr mehmonxonasidek, Chimanbog' Nursultondagidek, Mingyo'ldagidek mishta korxonchilik qo'llamasa, yarim yo'l kelib men to'xtab qoldim. Manga aytdim oldimga. Shu sizda aytgan shu tijoratchilar hozirlasa shu sanini endi shu tanarkatchilar chiqib natija oladi. UFC'dagi Baydan Nabi o'zi bir Chingdongliang jin o'ynaydigan mayr emas. Ashumi tijoratchi. Aşımı şu fıssam 1 milyonunu berme, 2 milyonunu berme dep senin hazırlığışqa aşan şöhret şu menfaatga yetiş üçün, aş menfaat erişip özünün ailesi şaraitini takım yaxşılaş üçün andan tirişiyotıda tanarkatchilar. Eğer bizning ja saxtorlaşdığımız olab qalsa, eğer bizning niyetimiz qara, menfaatlan birinci o'rinda qo'yib, pullam tapsam bo'ldi deydigan manda xarakterdagi odam bo'lib qalsaq, mening o'zimga ishonchim borki, hozirgi saviyamizda, hozirgi mush ba egallagan tajriba bilan bilimimizda endi bir ishga bakalla so'tkiradan bilib qalsa, bilib qag'idek bo'lmasa qag'iningni paqitamigidek ja musabaqani o'rinlashtira olamiz deyman. Anda musabaqani ko'rib boqmagan odam joki mavo deydigan unda tuvan sho'pingda emas biz. Mening yodimga tutulinglar balla. Men mush ishimda ota-onamga tayinmay, hech kishimga tayinmay, o'z oldimga o'zim har qanday bishimga o'zim chidab mush kunga kelgan. Agar niyatimni qara, ko'ngli qarliq qilib qolsam, pul tepishlam uchun deb mengib qolib qolsam, men xil boy yashat hozirqidan az degan 10 nessa yuqori o'rinda turalg'uchiligim bor. Lekin bizning ko'rga oila tarbiyamiz o'xshamaydi. Bak ulug' so'zlamay, oila tarbiyamiz o'xshamaydi. Shuni to'g'ri yo'lda topaman, hammadan rozi qilib turib topaman, hammadan xush qilib turib, hammadan yaxshi yo'lab turib topaman degashga ko'ra kunimiz mushu. Bir munch qazni topanga atib, yana mayli deb bedimizdan kelib yuriyotimiz. Yosh o'g'ashqa. Bu mash 11-oyda futbolga, 1-oyda jakaladoq. Yani nurg'un ishlar var biz yangichilik qilayotgan ato'gin jakalaydigan. Bakat olmay tirishiyotimiz. Sizning deganingizmi hisob emas, mening deganimmi hisob emas, vaqt isbotlaydi. Har qanday masalaning javobi yeshilmagan sirning javobi vaqt isbotlaydi. Endi men manqartib film ishlayotgan barliq odamlar bir sonlikni qo'ymay filmni men ko'raglik, lekin men qirimga olmayman, javobni qaytarmayman. Chunki mening tushunchimda, ideyarimda sal bir o'zgarishlik o'z oldi qildigan ish bo'lib qolib qolsa, selma iddiya seviyesi yuqoriroq odam bo'lsa, xatni bağlab o'tiradigan qo'shiq vaqti yo'q. Ash bir qilmishdilar, sizning bakacha ya bo'lmasa shu nadan naychilikni his qilib bo'lg'ashqa va javob qaytarishga xo'shaqmaydi-ku. Lekin ma filmda bir saylangilar javob qaytarib qo'y. Nimishqa desanglar, meni tillasanglar men qilgan natijani, qilgan ishimni tillasanglar Mağada bir şeyler şivimni bek doğrab ketipdi. Kostyumdan bijini kiyib, kapaydan bijini taqib olib, "Mamanda köp, manqaylanglar" deb biz Qashqarlik Qashda manqaylanglar deb gap qilamiz. Qanda? Qo'saqmiz. Urumchi degan yaxshi ya, kasangli bo'ladi deb xuddi bizlik urumchini qurib tayyorib bergandek. O hukumatning ham yeri shaxsiyning emas. Qaylsam ish gapning bir so'z men o'qiganimdan xo'sh oldim deb ta'kidlab ketibsizlar. Asli o'qigan avlim. Zolimlarning Yanshin jurist ashta bo'ldikenda asla. O'g'in oldim. Yaxshi o'qibsizlar. Nimdeydi taqa? Men Bahramdan undidari 2023dan ba'd men video yaşıgan jakalla bakmagan deb men epchoramdiki meyli ağinem bolsun, urug' tuqqanim bolsun, faxrlangashga chiqirman. 2023 menda onun bunun veshin soatda degan gapni men qilmanglar. Mening undidarimdimi shu ballani to'hpisiga o'xshash hatto onundan jiq to'hpi qatgan. Ashta darajilik chiqarsak bo'ldigan, resim chiqarsak bo'ldigan, oshkorlasak bo'ldigan odamning soni aslida bog'vagan chechanildan jiq. Biz menmin chiqarmadik taqa. Xalqimizni chiqaryapmiz. Qashqarlik bo'lib qolganimdan faxrlanaman. Qashqarlik bo'lib qolganim mening bir gunohim emas. Biz ham shu Qashqar taraf shu ashta jangroq gap qildik ekanmiz. Bizimga o'g'a ishonchim komil o'g'ashqimi, misol jangjang gap qildik ekanmiz. Men qaylanglar deb. Qachoningizda bir odamning xuy mijozi, gap qilish usuli bir odamning yaxshi yomonini baholaydiganga o'lcham bo'lib qoldimda. Balkim xuy mijozimni, gap qilish usulimni yoqtirmagan bo'lishi mumkin. Uningga amal yo'q, u mening xuyim. Ashta ekan, men qandiba o'zgartirib bo'lmaydi. Lekin u mening niyatimning qandaligini ifodalab beramaydi. Ekrandan oldiga chiqqanda sizga o'xshab yolg'anda endi ilmiy qiyofat kechirib olmayman. Amaliyot qanday bo'lsa men ekran shunda chiqaman. Shunga kechda uyqumuz kelmasa jinchiroqda mijni qilib dadingni menda olmay. Yosh kuchliq ish qilinglar qag'ini. Bunday film ishlasanglar ixtiyoringlar men beam deganda qirimga olmayman. To'g'ri tushensanglar, to'g'ri tushungancha, to'g'ri tushunmasanglar meylanglar. Qag'ini men dedim-ku vaqt isbotlaydi deb. Asli gapim bek jiqda mening. Film uzrab ketmasa mishagichi bo'la. Qag'ini yana bek tushunamagan olsa, astiga ko'nglim qilib qo'yinglar. Men jugjamlashtirib, yana mushta xulosadan bijini chiqarib film
İşlep berey. İçimdeki gepni dep berey. Unda ise emmangning ishlari oňuşluk, tening salamet olsun.